Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Jalolning YouTube kanalasizlar. Bu galgi bizning videoroligimizda Dream League Soccer 2026 o'yinida bahorgi yangilanish haqida gaplashamiz do'stlar. Videoni boshlashdan oldin esa like bosib qo'yib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, gap so'zlarsiz DLC 26 bahorgi yangilanish o'zim kutganimdek bo'ldi. Endi kimga qanaqa bilmadim to'g'risi. Hozir do'stlar plus va minus tomonlarini sizlarga aytaman. Menimcha minus tomoni yo'q do'stlar bahorgi yangilanishda. Xo'p, menulari o'sha qanaqadir effekt deymizmi, boshqa narsa qo'shilgani yo'q. Bu yerda ko'rdinglar, qanaqadir ovozi yaxshiroq bo'lgan. Xo'p, ovozi to'g'risida menga yoqdi. Xo'p, transfer bo'limiga kiradigan bo'lsak do'stlar, mana bu yerda ham qanaqadir yaxshi menu to'g'risi. Lamine Yamal, Bruno Fernandes, Lukaku. Xo'p, bu yerdagi do'stlar taktik sxema deyapman. Xo'p, ko'rinishi menga yoqdi. Xo'p do'stlar, mana shu narsalarni hozircha DLC qo'shgan, plus Sabitiyani ham bir chiroyli qilib qo'yibdi, lekin to'g'risi menularni eng zo'r narsa do'stlar bu yerda do'stlar, xo'p, обновление va novosti degan do'stlar yangiliklar. DLCni o'zi bizga shaxsiy o'zi bizga yangiliklar haqida mana shu yerda xabar beradi. Xo'p, hozirgi paytda Mateus, Valderrama, Rivaldo va Pereslar do'stlar klassik o'yinchilar bo'lib kelgan. Endi DLC 26 endi chiqqan paytda to'g'risi shaxsiy o'zimning fikrim, bu futbolchilar juda ham yaxshi keldi bizga. DLC masalan Mateusni ham olib kelgandi. Valderrama qanaqadir yaxshi o'yinchi ekan, buni ham o'ynab ko'rdim. Peres va Rivaldoni aytmasa ham bo'ladi. Rivaldo chotki striker ekan, xudo xohlasa 17 soatdan keyin bu yo'qolib ketadi va Batistutalar keladi do'stlar. Batistuta, Crespo qanaqadir yana ikkita futbolchi. Crespo bilan Batistuta kelganda, lekin Crespo shart emas deb o'ylayman, lekin Batistuta do'stlar просто super striker. U boshqa DLCga o'xshaydigan o'yinlarda ham do'stlar nima desam bo'ladi? Mashhur o'yinchida, bu zo'r striker, lekin hop Rivaldo bilan ham Batistuta o'ynatsa bo'ladi. Agar akkauntinglarda Champions Ronaldo bilan bitta Batistuta bo'lsa, voy, shunaqa zo'r hujum bo'ladi. Endi bu shaxsiy fikrim. Orqaga bitta Yamalni qo'yib qo'ysa ham вообще shikolat bo'lib ketadi. Endi bu kimdirlarda bor, kimdirlarda yo'q, lekin Batistutani olib qo'yishlarini maslahat beraman do'stlar. Batistuta просто zo'r o'yinchi, zo'r striker, eng kuchli klassik o'yinchilardan biri. Shaxsan o'zimning fikrim. Mayli Batistutani maqtab oldim, lekin maqtaydigan o'yinchida DLCni minus tomonlari keladigan bo'lsak, minus tomonni o'zi yo'q do'stlar. Chunki grafikani keladigan bo'lsak, sredniy grafikada ham grafikalarni oshirgan, очень высокий grafikada agar telefoningizni ko'tarsa, mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Ham internet qotgan payt qotyapti. Telefonni masalan o'zini ko'taradigan qilib, nima desam bo'ladi, protsessor bilan hartiga unaqa zarar yetmayapti telefonni. Xo'p, ana endi do'stlar, oddiy bu yangilanish edi. Mayli, yangilanish zo'r, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Play DLCni o'zi Instagram sahifasida xabar berdi do'stlar. Dream Stars Nevcard, короче, ortiqcha gap so'zlarsiz, time offdan keyin juda ham zo'r bizni paklar kutib turibdi. Bu paklarda do'stlar taxminan Abduqodir Husanov ham kelishi mumkin. Oldingi marta esinglarda bo'lsa, Hauson, Troffard, Cherkilar kelganda, ular ham stabilni yaxshi o'ynab kelganda, hozirgi paytda ularning darajasi sal-pal tushib ketganlari bor, ko'tarilib ketganlari bor. Hauson masalan darajasi 80 bo'lib ketgan, Cherkida esa xo'sh 81 hozirgi oddiy kartasida, lekin xudo xohlasa Abduqodir Husanovning ham kartasi kelishi kutilmoqda. Albatta bunaqa videoroliklarni o'tkazolmaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Abduqodir Husanov, nafaqat Abduqodir Husanov, boshqa Dream Stars o'yinchilarini tahlil qilib chiqaman. Xo'p, albatta bu videomiz do'stlar 500 ta like yig'ilsa, 500 ta like smelo yig'ib qo'yiladi. Hamma bittadan like bosib qo'yib, kommentariy yozib qo'ysanglar, qanaqadir savol berib qo'ysanglar, savolingizga javob qaytaraman. Plus shu videomiz do'stlar reykka chiqadi. Reykka chiqqandan keyin like'lar soni ko'payadi. Xo'p, mayli do'stlar, Abduqodir Husanov, boshqa futbolchilar keladi va do'stlar Dream Starsda mana aytdi deysizlar, time offda 11 ta pak keldimi? Dream Starsda 12 ta keladi. Xo'p, DLCni o'zi 11 tani tanlaydi. 12-chisini do'stlar biz
ovoz qo'yadi DLS endi to'g'risi Instagramda ovoz qo'ysa kerak. Instagramda baribir auditoriya kattaroq, Facebookda ham katta, lekin Instagramda sal yaxshiroq bo'lgani uchun menimcha zamonaviyroq bo'lishi uchun Instagramda savol beradi, apros beradi yoki qanaqadir saytda, masalan Pestda ham ko'rganman, shunaqa saytda shu ovoz bergan. Endi menimcha shunaqa saytda ovoz bersa, hop endi taxmin qilaman. Hop, endi masalan 4 ta mana shu futbolchilarni qo'ydi. Endi misol tariqasida aytaman. 4 tasida masalan Husanov bo'lishi mumkin yoki boshqa futbolchi bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz muxlislik qiladigan, biz o'zimiz yoqtirgan futbolchini tanlaymiz. Bittadan ovoz qo'yamiz. Masalan, Yamalning ovozi 56%, 100% 56%, Sonniki 23, bu 10%, Hakimininki esa 8% bo'lmoqda. Endi misol tariqasida aytaman, demak Yamalni pakini ko'ramiz do'stlar. Xudo xohlasa tahlil qilib chiqaman. 500 sahifaga yig'sanglar, xudo xohlasa bularni qanday olish yo'lini ham hozir shu videorolikda o'rgataman. Xo'p, ular do'stlar katta ehtimol Dream Stars oldingi yili mashqda shu Dream Stars bo'lib turardi. Masalan, Dream Starsni bosardik, taktiklar chiqardi. Birinchi bo'lib Dream Draftni yutganimizdan keyin xo'sh, masalan, oldingi yil Dream Draftni yutganimizdan so'ng bizga shunaqa pak bergan, shu Dream Starsni olish uchun endi bu donat, bu qanaqadir pul, nima desam bo'ladi, pulga taqagan DLS anaqa qilamiz, to'g'risini aytamiz. Keyin 2-3 marta Sabita berdi, Sabitadan plus do'stlar sezon pasdan ham Dream Stars o'yinchilarini oldik. Dream Stars o'yinchilari oldingi yil to'g'risi unaqa zo'r o'yinchilar kelmagan. Alex Bayenni, Hausen va Troffardni maqtaydigan joyim bor. Boshqalarni uncha maqtay olmayman. Albatta, McTominay ham maqtaydiganlarimdan kiradi. Yaxshi 4 ta o'yinchi kelgan. Shaxsiy fikrim, xudo xohlasa bu safar DLS Taymovga o'xshab chiqaradi. Taymovga o'xshab chiqargani, ya'ni 10 ta, balki 15 ta, balki 20 ta agent ochganimizdan so'ng 100% tushadi deb kelishi mumkin, lekin omadimizga bog'liq bu narsa birinchi o'rinda. Xo'sh, yana nima demoqchiman do'stlar? Abduqodir Husanov xudo xohlasa kelishi mumkin, chunki Husanov ham hozir yaxshi o'ynamoqda. City safida, DLSda ham reytinglari ko'payib ketdi. Play DLSning esa kommentariyasi prosta Husanov deb portlamoqda. Buni biz o'zbeklar yorolamiz xullas Instagramda. To'g'risi. Endi Facebookda o'zi o'zbeklar kam, o'zbeklar Facebookda kam, Instagram baribir zamonaviy bo'lgani uchun ham stabilniy Instagram yaxshi ketyapti hozirgi paytda. Xo'sh do'stlar, sizlarga eng zo'r xabarim bor. Xo'p, yangi klassik o'yinchilarni tezda oson olishingiz uchun bizni Tango bilan olmos, ya'ni Coins donat xizmatimizdan foydalansanglar bo'ladi. Coins va Diamond ko'paytirasizlar. Time of tilimga o'tib qoldi, ming uzr. Dream Stars va mana shunaqa klassik o'yinchilarni do'stlar olasizlar. O'zim garant beraman, xalqni o'ylagan maqsadda mana shu narxlarda qilib qo'yganman do'stlar. Endi boshqalar savol berishi mumkin, miyasidan baribir o'tishi mumkin, nimaga Jaloliddin arzon, juda ham arzon boshqa admin, boshqa youtuberlardan. Do'stlar, bu narsani to'g'risi qo'yotganim maqsadim hamma xalqni cho'ntagiga ko'tarish uchun ham bu narsani do'stlar sizlar uchun xabar berdim. Albatta sezon pass ham ochtirsanglar bo'ladi. Shaxsan o'zim sezon pass ham ochib beraman. Tanga bilan olmasga 100% men o'zim garant. Toshkent, ishonmaydiganlar bo'lsa, mana toshkentlik bolalar mana yonimga akkaunt olib borib beradi. Shunda Vyetnamga ko'z yonida akkaunt o'tkazib beraman. Vyetnam do'stlar halol Vyetnam, unaqa yomon yo'lga kirib unaqa qilib ketmaydi. Akkauntingizga o'zim garant, pulingizga o'zim garant, esicha o'rtada o'zim turaman. Bemalol do'stlar, mana shu mazza qilib o'ynayman desanglar, akkauntingizga shunaqa donat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi ko'p odam akkauntim bunaqa emas, okey, meni akkauntim yo'q deyishi mumkin. Puli borlar o'zimni Jaloliddinov Serius deb yozsanglar, o'zimni Telegram kanalim chiqib keladi. Telegram kanalimning silkasini esa do'stlar tanga bilan olmos yig'dirmoqchi bo'lsanglar ham kommentariyaga silkasini tashlab boraman. Agarcha cho'ntagingizga ko'tarmasa do'stlar, noldan hozir ochinglar, mana DLSni ochinglar, mana. Bu 26 akkaunt mana ko'rib turganinglarda, yana baribir ozgina donat qilingan, lekin kuchaytirgichlari mana shunaqa Taymov, xo'sh bunaqa klassik o'yinchilarni olganmiz, lekin do'stlar hozirdan akkaunt ochsanglar ham yaxshi kuchaytirib, xudo xohlasa akkauntinglarni zo'r qolsanglar bo'ladi. DLS endi DLS 20 dan 24 gacha, to'g'risi 20-21 dan ochilgan akkauntlar baribir old akkaunt, hozir ham old, lekin
old account zo'r bo'lardi. Hozir ochsanglar ham akkauntinglarni kelaversa 21 akkauntdan ham zo'r olsanglar bo'ladi. Bu o'zimni shaxsiy fikrim. Kim qanaqa qaraydi, menga umuman farqi yo'q, lekin old baribir old account bar old account, lekin hozirdan olsanglar ham yoraveradigan futbolchilar ko'p. Hakimi deymizmi, oddiy kartasi, Yamalni oddiy kartasimi, Dembeleni mana shunaqa 6 chiqaradigan kartasimi yoraveradi hammasi do'stlar o'ynaganda. Sizlar bilan esa do'stlar hozircha shu yangiliklarni maksimalniy do'stlar sizlarga tahlil qilib chiqardim. Xudo xohlasa 500 like yig'ilsa, Dream Starsni ham tahlil qilib chiqamiz. Nafaqat Dream Stars, yozda ham bitta taxmin qilamiz. Endi yozga hali bor, birinchi bo'lib hop Dream Starsni taxmin qilamiz. Dream Stars esa katta ehtimol 7-aprel kuni soat O'zbekiston vaqti bilan 17:30 da keladi. Hammaga rahmat do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan esa Jaloliddinov bo'ldi. Ya'ni Zey Jaloliddinov.